Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz 17-asrdan 19-asrning yarmigacha tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar rivoji mavzusi. Mavzuyimizning rejalari 3 tadan iborat. Birinchi rejamiz pedagogik fikrlar tarixi, ikkinchi rejamiz G'arbiy Yevropada maktab, ma'rif hamda pedagogik fikrlar taraqqiyoti. Uchinchi rejamiz esa xorijiy mamlakatlarda ilg'or pedagogik g'oyalar. Bir qancha kalit so'zlarimiz keltirilgan, daftarlaringizga qayd etib olishingiz mumkin. Shu o'rinda pedagogikaga oid bo'lgan muhtaram prezidentimizning so'zlarini keltirib o'tmoqchiman. Ya'ni biz ustozni otaday ulug' deb bilgan, doimo ardoqlagan ma'rifatparvar xalqning vakillarimiz. Men ham o'qituvchi, muallim deganda o'zim uchun eng aziz, eng hurmatli bo'lgan ziyoli hamda zamonaviy, samimiy, mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq beradi va ta'lim beradi. Mehribon ota-onalarimiz qatorida tarbiyalaydi deb aytib o'tadilar. Mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonda pedagogika tarixini o'rganishga doir eng keng tarqalgan davrlashtirish o'zida quyidagi bosqichlarni aks ettiradi. Birinchi bosqich eng qadimgi davrlardan O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgunga qadar bo'lgan davr. Ikkinchi bosqich esa mustaqillikka erishgandan to hozirgi kungacha O'zbekistonda pedagogik fikrlar rivoji davri. Uchinchi davr esa jahon pedagogik fikrlar rivoji, ya'ni eng qadimgi davrlardan hozirgi kungacha bo'lgan jahon pedagogika fikrlari rivoji davri. Bu davrlarni yanada kengroq qilib o'rganadigan bo'lsak, pedagogika tarixini insoniyat tarixi bilan bog'liqlikda o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun davrlarni ozgina kengaytirib tushuntiradigan bo'lsam, eng qadimgi davrlardan birinchi davrimiz bo'ladi bizda eng qadimgi davrlardan 7-asrgacha ta'lim, tarbiya va pedagogik fikrlar davri. Ikkinchi davrimiz bo'ladi bizda 7-asrdan 9-asrning birinchi yarmigacha O'rta Osiyoda tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar davri. Uchinchi davrimiz 14-asrning ikkinchi yarmidan to 15-asrda Movarounnahrda tarbiya va maktab hamda pedagogik fikrlar davri. Keyingi davrimiz bu 17-asrdan 19-asrning yarmigacha tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar rivoji. Keyingi davrimiz 19-asrning ikkinchi yarmidan 20-asr boshida Turkiston o'lkasida tarbiya, maktab hamda pedagogik fikrlar davri. Keyingi davrimiz 1917-1991 yillarda O'zbekistonda ta'lim tizimi va pedagogik fikrlar rivoji. So'nggi davrimiz esa mustaqil O'zbekiston ta'lim tizimi, ya'ni mustaqillik yillaridan pedagogik fikrlar rivoji davri. Xo'p, bu bizda mana o'sha davrlardagi yozuvlar, rasmlari ko'rishingiz mumkin. Hammamizga ma'lumki, hurmatli tinglovchilar, harflar bo'lmagan, ular belgilar hamda o'zlariga qulay bo'lgan har xil qurollarning rasmlaridan foydalanib o'qish, yozishni o'rganishgan. Mana shu suratda ko'rishimiz mumkin. Toshlardagi bitiklar keltirib o'tilgan. Bu qadimgi turkiy yozuvi. O'rtada ko'rishingiz mumkin turkiy yozuvlarimiz, bu yerda ko'rishimiz mumkin hozirgi qaysi harflarga to'g'ri kelishi. Avesu kitobimiz barchamizga ma'lum. Avesu kitobida ham pedagogik fikrlar, insonparvarlik, odob axloqqa oid bir qancha fikrlar keltirilgan. Avesu kitobini umuman olib qaraydigan bo'lsak, 21 bo'limdan iborat. Mana shu 21 bo'lim esa 3 ta katta bo'limga bo'lib o'rgansak bo'ladi. Ya'ni birinchi 7 bo'limida dunyoning yaratilishi va odamlarning yaratilishi to'g'risida bayon etilgan. Ikkinchi 7 bo'limda esa insonparvarlik fazilatlari, odob axloq, ta'lim, tarbiya va diniy bilimlarga bag'ishlangan. So'nggi 3-7 bo'lim esa tabiat ilmlariga, tabobat va astronomiyaga bag'ishlangan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin suratlar keltirilgan. Sharq uyg'onish davrida ilm, fan rivoji 3 yo'nalishga bo'linadi. Ya'ni birinchi yo'nalishimiz matematika, tibbiyot yo'nalishi. Bunda bizning hammamizga ma'lum Xorazmiy, Farg'oniy, Ibn Sino, Jurjoniy asarlari yaratilgan.
Ikkinchi yo'nalishda esa ijtimoiy falsafiy yo'nalish. Bunga falsafa, tarix, mantiq, ruhshunoslik, notiqlik fanlari kiritilgan. Bu yo'nalishlar bo'yicha Farabiy, Ibn Sino, Narshahiy kabi olimlar izlanishgan. Uchinchi yo'nalishimiz esa ta'limiy axloqiy yo'nalish. Bunda adib va tarbiyashunos olimlar ta'limiy didaktik asarlari misol bo'la oladi. Xo'p, Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va ma'rifatparvarlik xizmatlari Ulug'bek davrida maktab islohotlari mutafakkir tomonidan barpo etilgan hamda o'zi bevosita ta'lim bergan madrasalarda o'qish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilgan. Quyidagi 3 bosqichni ko'rishimiz mumkin. Anda kichik bosqich o'qish muddati 2 yil, Avgust o'rta bosqich o'qish muddati 3 yil, A'lo oliy ya'ni o'qish muddati 3 yil. Bunday yondashuv bugungi kun nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bakalavriat, magistratura ko'zga tashlanadi. Ayni vaqtlarda ular o'rta asr Yevropa universitetlari uchun ham xos bo'lgan davr bosqich desak mubolag'a bo'lmaydi. Alisher Navoiyning asarlarida ham bir qancha ta'lim, tarbiya va insonparvarlik masalalari bo'yicha alohida to'xtalib o'tilgan. Navoiy ijodining asosini inson va uning ma'naviy dunyosi, muhabbat va go'zallik tushunchalari haqidagi chuqur o'y-xayollar, hayot mazmuni haqidagi fikrlar tashkil etadi. Xo'sh, hammamizga ma'lumki, shu davrlarda qizlar maktablari ta'lim mazmuni qizlar va o'g'il bolalar maktabi alohida bo'lgan. Bu yerda mana keltirilgan jadvalimizda qizlar maktabi qay tartibda bo'lganligi va o'g'il bolalar maktablari qanaqa bo'lganligi. Qizlar asosan o'qimishli ayollar tomonidan uylarda ochilgan maktablarda o'qitilgan. Ayol muallimani o'lkaning turli hududlaridan Otinoyi, Otin bibi deb atashgan. Qizlar maktabi o'g'il bolalar maktabiga nisbatan ancha kam bo'lgan. Ko'p hollarda maktabdorlarning imomlari, xotinlari maktabdorlik qilishgan. Eng mashhur qizlar maktabini tashkil etgan Otinoyilar bu Dilshoda Barnoning qizlari maktabi, Jahon Otin Uvaysiy qizlar maktabi, Anbar Otinning qizlar maktabini misol qilishimiz mumkin. Qizlar maktabida ta'lim mazmuni qizlarga savod, diniy va adabiy bilimlar berilgan. Mazkur ta'lim muassasalari ko'pchilik qizlar nazm bilan oshno bo'lib, keyinchalik o'zlari ham otinoylik bilan shug'ullanishgan. Xo'p, mustaqillik yillarida pedagogik fikrlar rivojining asosiy yo'nalishlari. Bu 3 ta yo'nalishda yo'q, uzr adashdim. Umumiy hisobda 6 ta yo'nalishda rivojlanib borgan pedagogik fikrlarning yo'nalishlari. Xo'p, G'arbiy Yevropada esa o'rta asrlarda tarbiya va maktab katolik ruhoniylari qadimgi madaniyatga juda qarshi edilar. Ya'ni fan, san'at, maktab u tug'ilishdan boshlab asl gunohga aloqador hisoblangan. Shuning uchun esa o'qituvchilar, rohiblar yoki ruhoniylar o'g'il bolalarning nasroniy dinidan axloqiy diniy ta'lim bergan. Ular o'ziga tilda o'rganishgan, chunki katolikda shu tildan ibodat qilishgan. Xo'p, yana nima? Xo'p, hammamiz taniydigan Kamenskiy asarlarida ham pedagogik nazariyasi juda keng yoritib berilgan. Bu yerda asar nomlari keltirilgan. Uning fikricha, ya'ni Kamenskiyning fikricha, tarbiyani 3 vazifasi bor. Ya'ni birinchi vazifasi o'zini va tevarak atrofdagi olamni bilish, ikkinchi vazifasi esa o'z-o'zini boshqarish, uchinchi vazifasi esa Xudoni tanish hisoblanadi. Xo'p. Shu yerda umumiy qilib mavzuyimizga xulosa yasaydigan bo'lsak, juda ko'p olimlar, diniy arboblar har xil yo'nalishlar bo'yicha pedagogikaga oid bo'lgan fikrlarni keng o'rganilgan. Taqdimotda o'zingiz yana bir bora ko'rib chiqib, to'liq o'rganib olishingiz mumkin. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli tinglovchilar. Keyingi darsimizgacha.